Piyoz tabiiy antibiotik sanalib, shamollash kasalliklariga qarshi kurashda samarali ta'sir ko'rsatadi. Lekin hamma narsada me'yorni bilish kerak. Sabzavotni haddan ortiq iste'mol qilib, sog'liqqa ziyon yetkazish mumkin. Piyozsiz deyarli hech bir taomni tayyorlab bo'lmaydi. Uning po'chog'i tomorqada o'g'it sifatida, shuningdek xalq tabobatida ham ishlatiladi. Bosh piyoz C vitaminiga boy. Aynan shu vitamin hisobiga odam organizmida kollagen hosil bo'ladi. Ya'ni hujayralar va a'zolar yosharishi va tiklanishi sodir bo'ladi. A vitamini tufayli odamning immun tizimi mavjud. Taomga xom bosh piyoz vaqti bilan qo'shib yeyilsa, ko'rish qobiliyati va asab tizimi tiklanadi. Emizadigan onalarda esa sut bilan bog'liq muammo bo'lmas ekan. B1 vitamini moddalar almashinuvini tartibga soladi. Asab hujayralari tiklanmaydi deyishsa-da, aynan shu vitamin asab tizimi hujayralari shakllanishi va yangilanishiga javobgardir. B2 vitamini qon hosil bo'lishi jarayonlarida va buyrak usti bezlari ishida qatnashadi. Shuningdek, ultrabinafsha nurlar ta'siridan ko'zni himoya qiladi. B9 vitamini oqsillar singishiga, shuningdek, homiladorlik paytida homilada DNK va asab tizimi shakllanishiga yordam beradi. E vitamini organizmning barcha a'zolarini yangilaydi va uni salbiy ta'sirlardan himoyalaydi. Mahsulot tarkibida foydali mikroelementlar borligi ham juda muhim. Piyozning ijobiy ta'siri tarkibida kalsiy, magniy, kaliy, natriy, marganiz, temir, rux, mis, fosfor, ftor, yod, kobalt borligiga bog'liq. Sabzavot 86% suvdan iborat. Unda yetarli miqdorda uglevod va saxaridlar mavjud. Mahsulotda deyarli oqsillar, yog'lar, pektin, kletchatka, kraxmal va organik kislotalar yo'q. Piyoz har xil tayyorlanadi: qovuriladi, dimlanadi, marinadlanadi. Davolashda piyoz qaynatmasi, yangi siqilgan sharbati ishlatilishi mumkin. 100 gram bosh piyozda atigi 41 kilokaloriya mavjud. Tomirlar go'daknikidek toza bo'lishi uchun kuniga 3 marta ovqatdan so'ng darrov bir osh qoshiq piyoz sharbati va asal aralashmasini yeyish lozim. Bu siz uchun foydali tavsiya. Xo'sh, piyozning qanday foydali xususiyatlari mavjud? Sabzavotning foydasi haqida afsonalar yaralgan. Tabiblar uni ko'plab kasalliklar, oddiy so'galdan tortib eng og'ir xastalik, saraton o'simtalarini davolashgacha qo'llashadi. O'simlikning foydali xususiyatlari shunchalik ko'pki, hammasini bir maqolada sanab o'tish juda ham qiyin. Red Baron, Snowball, Turun eng foydali navlar deb tan olingan. Kasalliklarni davolashda uning siydik, gijji haydash, zararli mikroblar, bakteriyalar va zamburug'larning katta qismini yo'q qilish, me'yorida iste'mol qilganda arterial bosimni nazorat qilish, hazm qiluvchi shiraning ajralishiga turtki berish, asabiy va ruhiy zo'riqishni yo'qotish singari xususiyatlardan foydalaniladi. O'simlik shamollash va infeksion kasalliklarni davolaydi. Yurak-tomir kasalliklarini davolashda foyda beradi. Buyrak, jigar, oshqozon kasalliklaridan xalos qiladi. Siydik yo'llarini toshlardan tozalaydi. Podagrani davolashga yordam beradi. Arterial bosimni me'yorga keltirishga, yaxshi uyquni ta'minlashga ko'maklashadi. Piyoz sharbati organizmni yomon xolesterindan tozalaydi. Zaharli moddalarni chiqarib tashlaydi. Kamqonlikdan xalos qiladi. Teri bilan bog'liq muammolar, papilloma va so'gallardan xalos qilishda o'simlikka teng keladigani yo'q. U kuyish va lat yeyishlarni tezroq tuzatishga yordam beradi. Immunitet zaiflashgan bo'lsa, tabiatning betakror tuhfasi qisqa muddatda uni me'yorga keltirishingizga turtki beradi. Bosh piyoz ajoyib tabiiy antibiotikdir. Agar sizni buyrak tosh kasalligi qiynab yuborgan bo'lsa, har kuni 2 osh qoshiq sabzavot sharbatini kuniga 3 mahal ovqatdan so'ng iste'mol qilsangiz, kasallik asta-sekin chekina boshlasa ajab emas. Erkaklar uchun qanday foydalari bor? Bosh piyoz erkaklar uchun juda ham foydali. Agar potensiya, bepushtlik bilan bog'liq muammo bo'lsa yoki urug' kam hosil bo'lsa, aynan shu sabzavot reproduktiv funksiya tiklanishiga yordam beradi. Tabiiyki, piyoz bepushtlikni davolab bermaydi, ammo davolanishda qo'shimcha vosita sifatida qo'l keladi. Erkaklar
ko'p duch keladigan muammo prostata adenomasini davolashda piyozga teng keladigani topilmas ekan. Bosh piyozni har kuni iste'mol qilish erkak organizmidan zaharli va zararli moddalarni chiqarib tashlabgina qolmay, qon tomirlarini tozalaydi, devorlarini qayishqoq qiladi va yoshartiradi. Erkak kechasiga bitta kichkinagina piyoz yeb yursa, peshob ajratishda qiynalishni va noqulaylikni butunlay unutar ekan. Erkak uxlash oldidan piyoz sharbatini qo'l va beliga surib yursa, bir oydan so'ng peshob ajralishida og'riqlarni unutadi. Piyozning ayollar uchun qanday foydalari bor? O'simlik ayollar vitamini hisoblanuvchi B9 vitaminiga boy bo'lib, gormonal holatni me'yorda saqlaydi. Har kuni piyoz iste'mol qilgan ayolning hazm qilish jarayoni yaxshilanadi. Moddalar almashinuvi tezlashadi, hayz paytidagi og'riqlardan xalos bo'ladi, sut bezlarini saratondan himoya qiladi, reproduktiv tizimni me'yorda tutadi. Piyozda ko'p miqdorda bo'lgan C vitamini terini yaxshilaydigan va yoshartiradigan, tirnoq va sochlarni chiroyli qiladigan kollagen hosil bo'lishiga turtki beradi. Homilador ayollarga har kuni kichkina xom piyoz yeyish tavsiya qilinadi. Ayniqsa, homiladorlikning ilk 3 oyida homilaning asab tizimi shakllanayotganda. O'simlik foliy kislota B9 ga boy bo'lgani uchun uni muntazam iste'mol qilish ayol salomatligiga ijobiy ta'sir qiladi. Ayolning sog'lom farzand ko'rish qobiliyatini oshiradi. B9 vitaminining yetishmasligi esa homilada turli nuqsonlar va kasalliklar rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda albatta eshitgan bo'lsangiz kerak. Bundan tashqari, shamollash va gripp mavsumida piyoz bo'lajak onani har xil virus va bakteriyalardan himoya qiladi. Qolaversa, u homilaga juda zarur bo'lgan foydali moddalar va mikroelementlar manbai sanaladi. Mastitda kechasi og'riyotgan joyiga qirilgan bosh piyoz, qirilgan sabzi va qatiqdan kompress qo'yib, issiq ro'mol bilan o'rash lozim. Bunday kompress kechasi bilan turishi kerak. Ana sizga ayollar uchun piyozning foydasi. Xo'sh, shunchadan shuncha foydasi bor, piyozning zarari ham bormi? Albatta bor. Hamma narsa me'yorida foydali. Biron mahsulotni me'yoridan ortiq iste'mol qilganda u ziyon keltirishi mumkin. Bu piyozga ham tegishli. Ko'p miqdorda yeyilgan piyoz oshqozon shilliq pardasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oqibatda jig'ildon qaynashi va behuzurlik paydo bo'ladi. Piyozni haddan ortiq yeyish asablarga ham salbiy ta'sir qiladi. Shu tufayli yurak ishida buzilishlar kuzatilishi mumkin. Piyozni o'tkir va surunkali jigar va o't pufagi, oshqozon ichak traktining yara va gastrit kasalliklarida ehtiyotkorlik bilan, gipertoniyada esa me'yorida iste'mol qilish kerak. Chunki bir martada me'yordan ortiq yeyilgan piyoz arterial bosimni keskin ko'tarib yuborishi hech gap emas. Homiladorlikning 2-3 oyligida piyozni haddan ziyod iste'mol qilish homilada allergik reaksiya chaqirishi mumkin. Astmadan aziyat chekadigan bemorlarda piyozni me'yoridan ortiq yeyish astma xurujini chaqirishi mumkin. Barcha foydalariga qaramay, qovurilgan piyoz tanovulida ehtiyot bo'lish kerakligini unutmaslik lozim. Qovurish paytida zararli moddalar, kanserogenlar ajraladi. Shuningdek, sabzavot barcha foydali xususiyatlari va moddalarini yo'qotadi. Piyozning odam organizmiga qanday ta'siri mavjud? Mahsulot odam organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zararli moddalar va ortiqcha to'plangan yog'ni chiqarib tashlab, uni tozalaydi. Qon hosil bo'lishini, shuningdek, yurak va tomirlar ishini me'yorga keltiradi. Sabzavotni muntazam iste'mol qilish qondagi qand va xolesterinni nazorat qiladi. Hazm qilish va moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Bo'g'imlar, suyaklar, tirnoqlar va sochlarni yaxshi holatda saqlaydi. Ayniqsa ayollarda menopauza paytida, ularning organizmida kalsiy yetishmaganda. Piyoz xotirjamlik va sog'lom uyqu tuhfa etadi. Miya faoliyatini, shuningdek, organizmning umumiy holatini yaxshilaydi. Har kuni oz miqdorda xom yoki qaynatilgan piyoz iste'mol qiladigan odam ancha vaqtgacha shamollash va gripp nimaligini unutishi mumkin deyishadi. Uning immuniteti doim me'yorda bo'lar ekan. Xo'sh, piyoz haqida yana nimalarni bilamiz? Dunyo bo'yicha piyozning 900 dan ziyod navi borligi ma'lum. Piyozda noktagidan ko'p qand moddasi bor. Dunyodagi eng katta piyoz Angliyada yetishtirilgan bo'lib, og'irligi naq
6 kilogrammga yetgan. Qadimgi Yunonistonda piyozga munosabat o'zgacha bo'lgan. Undan faqat davo maqsadida foydalanishgan. Taomga esa faqat oddiy odamlar qo'shgan. Aslzoda odamdan piyoz hidi kelmasligi kerak deb hisoblashgan. Ko'pchilikning fikricha piyozning vatani Janubi Sharqiy Osiyo. Ma'lum bo'lishicha, piyozni 5000 yil avval ham Xitoy va Hindistonda yetishtirishgan ekan. Amerikaga piyoz Kristofer Kolumb ekspeditsiyasi tufayli borib qolgan ekan. U avval Izabella orolida ekilgan, keyin butun materikka tarqalgan.